Assalomu alaykum. Meni ismim Sojda Jabbarova. Men tadbirkorman. Xitoydan dunyoda eng tez o'suvchi Poloniya daraxtlarini olib kelib o'stiryapman. Ushbu viloyat sudi binosida hozir bu yerda turganim sababim aynan o'sha daraxtlarimni yetishtirishim bilan bo'lgan faoliyatim tufayli men 2021-yil daraxtlarimni sotib olishgandi obodonlashtirish boshqarmasi va bir qism pullarimni ololmaganim sababli men sudga murojaat qilib 1,5 milliard pulimni undirishga qaror chiqqandi. Keyinchalik biz yuborgan o'sha hisob fakturani nima uchundir qalbaki deb topdi prokuratura va ayblov xulosasida buni ko'rsatdi. Va bizni obodonlashtirish bilan qilgan shartnomamizda ham davlat xaridlari to'g'risidagi qonun buzilgan deb topgandi va mana birinchi instansiya tergovni xulosasi bilan to'liq, ya'ni to'g'ri deb topgandi va biz keyin ikkinchi instansiyaga, apellyatsiya instansiyasiga ham berdik. Apellyatsiya instansiyasi birinchi instansiya hukmini o'zgartirishsiz qoldirdi va biz majbur bo'ldik taftish instansiyaga shikoyat qilishga. Mana hozir bugun uzoq vaqt davom etgan sud jarayonlari tugadi. Bugun hukm o'qildi va mana men juda ham minnatdorman Jizzax viloyat sud hay'atiga. Bu yerdagi sudyalar xuddi yurtboshimiz aytgandek ongida adolat, tilida haqiqatligini mana ko'rdim. Buni haqiqat bor ekanligiga yana bir bor amin bo'ldim. Mana bugun hozir quyi stansiya hukmi bekor bo'lib, meni to'liq oqlashdi. O'sha sud tergovida biz keltirgan dalillar xolisona ko'rib chiqib, mana bugungi kunda men juda ham xursandman. Men oqlandim, to'liq oqlandim.